Narxi budjetli bo'lsin, qimmat emas, arzon ham emas, lekin shundoq korobkadan ochib yangi telefon ishlatishni xohlaydiganlar uchun bugun videomizda Samsung A36 5G va Infinix Note 50 Pro telefonlarini obzor qilamiz. Nima uchun bu ikkalasini tanladim? Sababi ikkisining ham narxi bir-biriga juda ham yaqin va ikkalasi ham hali yangi, o'tgan oy chiqdi. Va bugungi videomizda ikkala telefonni ham har bir kategoriya bo'yicha baholaymiz va qaysi biri PUBG Mobile'da stabil FPS ushlab berishini ko'rib chiqamiz. Audio Jungle. Audio Jungle. Keling endi telefonlarimizni unpacking qilishdan boshlaymiz. Samsung A36 5G. Bu yerda har doimgidek bizni oq rangli konvert kutib oladi. Buning ichida har doimgidek SIM karta uchun igna va telefon haqidagi ba'zi qo'llanmalar. Bu yerda esa bizni telefonimiz. Telefonimiz qutisidan chexol ham, adapter ham chiqmadi. Bu holat ba'zi insonlarni ranjitishi mumkin, lekin bunga Samsung ekologiya uchun foydali qaror deya izohladi. Telefonimiz dizayniga to'xtalsak. Orqasi mat finishli plastik, lekin metallga o'xshab ko'rinadi. Ushlash uchun juda ham qulay, barmoq izlarini juda ham kam ushlaydi. Og'irligi 177 gram va 6.6 dyuymli ekranga ham ega. Smartfonimiz minimalist dizaynda ishlangan. Bir qaraganda xuddi flagman smartfonlariga o'xshaydi, sababi ko'rinishi juda ham chiroyli va qulay. Shuning uchun men telefon dizayniga 9 ball berdim. Keling endi Infinix Note 50 Pro telefonini ochsak. Bu o'zgacha konvert. Bu yerda telefonimiz haqidagi ba'zi qo'llanmalar va 30 Watt simsiz quvvatlash uchun беспроводной zaryadnik. Bu yerda telefonimiz qutisi. Bu yerda konvert, SIM karta uchun igna va smartfonimiz uchun chexol va hatto steklo ham bor. Va ba'zi talon va qanaqadir qog'ozlar. Endi esa telefonimizga nazar tashlasak. Juda ham bagati ko'rinadi. Minimalist stilda bo'lmasa ham odamga premium hissini beradi. Kameralar joylashuvi oldingidan o'zgarish qilgan, ya'ni to'rtburchak blok shaklida emas, yangi formatni qo'llab ko'rgan. Orqasi plastik, bu o'rta segmentdagi telefonlar uchun juda ham odatiy hol. 6.67 dyuymli ekranga ham ega. Bu telefonimiz dizayni uchun men 8 ball bergan bo'lardim. Chexol bilan ham telefonimiz juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Qo'limizga ushlash ham qulay. Endi esa telefonimiz ostini ochsak. Bu yerda 90 wattlik kolovka va ikkita kabel. Biri USB to Type-C zaryadka uchun va bitta naushnik. Bu naushnikni qanday ishlashini esa PUBG test davomida ko'rib chiqamiz. Keling endi birdan PUBG Mobile testlariga o'tamiz. Samsung A36 5G. PUBG Mobile'ga bosamiz va necha sekundda kirishini ko'ramiz. Настройки va grafikaga o'tsak. Bu telefon maksimal Smooth plus Extreme rejimini qo'llab-quvvatlayapti. Ya'ni 60 FPS rejimida o'ynash imkonini beradi. Telefonimiz o'yin davomida harakatlar silliq, FPS tushishi deyarli kuzatilmadi. Mashina haydadim, uzoqqa addacha ushladim, yaqindan ham otishdim, lekin hammasi kechikishsiz bajarildi. 30-35 daqiqalarda telefon qizidi. Bundan ko'rinib turibdiki, issiqlik boshqaruvi yaxshi. Chipset Exynos 1380 o'rta darajadagi protsessor bo'lib, PUBG Mobile o'yinlarida maksimal bo'lmasa ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. O'yin davomida 1 soatda taxminan 15% zaryadga kamaydi. To'liq zaryad taxminan 6-6,5 soatga yetdi. 5000 mAh batareyaga ega telefon uchun bu yaxshi natija. 25 watt zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Agarda PUBG o'ynamasdan ishlatsangiz bemalol 1 kunga yetadi. Xulosa qilib aytganda, Samsung A36 5G yuqori FPS ochmasa ham 60 FPS ni stabil ushlab beradi. Pulga yarasha deydi-ku. Batareyasi ham uzoq vaqtga yetadi. Shuning uchun batareyasiga 8,5 ball, o'yinda ishlashiga 8 ball va displeyga 9 ball berdim. Endi navbat Infinix Note 50 Pro ga.
Bu modelimiz yangi bo'lganligi sababli videodan oldin korobkasini ochib PUBG ni yuklab hali test qilib ko'rishga ulgurmadim. Shuning uchun bularni hozir birgalikda ko'ramiz. Display 678 dyumli katta AMOLED ekran, ya'ni hozirgi vaqtdagi eng zo'r va tiniq displey qo'yilgan. 120 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi. Nastroyka va grafikaga. Keling shu joyda bitta narsani eslatib o'tsam. Shunday sifatli kontent va ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash uchun videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. An'anamizga sodiq qolgan holda videomiz oxirida sirli sovg'amiz ham mavjud. Xo'sh, endi grafikaga bosamiz. Smooth plus ultra rejimini qo'llayapti. Nima? 40 fps? Seryozni? Korobkalarning dizayni, telefon ko'rinishi 90 fps dan kamini bermaydi-ku. Lekin mana shunday budjet narx uchun 90 bo'lmasa ham 60 fps bo'lsa kerak deb o'ylagandim. To'g'ri, bunday narxga Infinix yetarlicha funksiyalar qo'shgan, lekin Instagramdagi influencerlarning reklamalarida aynan o'yin uchun imенно PUBG Mobile ni ko'rsatib reklama qilgani xato bo'libdi. Masalan, bizning videomizda mana shu uzun tahliliy videomizni ko'rmagan odamlar bu telefonimizni kamida 60 fps bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin sotib olib PUBG o'rnatib ko'rsa, "Что так можно было, что ли?" Birinchi TDMga kirib o'ynab ko'rdim. 40 fps ni stabil ushlab beryapti. Hech qanday qotishni sezmadim. Klassikda ham shunday, 40 fps ni stabil ushlab beryapti. Har xil momentlarda laglari bo'lgani yo'q. Komplektdan chiqadigan naushnikni ham ulab ko'rdim. O'rta darajadagi sifat. Qaysi tarafdan dushman kelayotganini aniq sezilyapti. Telefonimiz 5200 mAh batareya bor va 100% zaryad bilan bemalol 4,5-5 soatga yetib beradi. Agarda PUBG o'ynamasangiz, oddiy ishlatish uchun bir kunga ham yetadi. 90 Watt zaryadlash va 30 Watt simsiz zaryadlashga ham ega. Telefonimizning eng quvonarli jihati bu tez zaryadlash funksiyasi. Taxminan 45 daqiqada 100% zaryad olib bo'ladi. O'yinda ishlashiga 7 ball, batareyasiga esa 8,5 ball berdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ikkisi ham o'z narxiga arziydigan telefon. Samsung A36 5G brendi kuchli, optimizatsiya yaxshi va uzoq muddatli ishlatish uchun juda ham yaxshi. 60 fps ham qo'llab-quvvatlaydi. Ammo korobkasidan telefon va kabel chiqadi xolos. Infinix esa barcha kerakli aksessuarlar mavjud. Buni sotib olgan inson ortiqcha narsa sotib olishi kerak emas. Umumiy olib qarasa yaxshi. Kundalik hayotda ishlatish uchun juda zo'r imkoniyat va qulayliklarni beradi. Xotirasi 12 ga 256 GB. Ekrani AMOLED juda tiniq. Batareyasi 5200 mAh. Ekran gersi 120 Hz, juda silliqqina. Bundan tashqari telefonimiz sensorda barmoq izi va Face ID ham mavjud. Barmoq izini tekshirib ko'rdim, ishlashi tez, hech qanday kechikish yo'q. Yana bir yangi uncha-muncha smartfonlarda yo'q funksiya bor, ya'ni Ambient Notification Light, ya'ni bildirishnoma, zaryad, Face ID ishlashi, qo'ng'iroq kelishi va boshqa amallar bajarilganda turli xil ranglar bilan yonib ogohlantiradi. Bu juda chiroyli ko'rinar ekan va bu joyda indikator mavjud, ya'ni yurak urishini tekshirsak bo'ladi. Lekin bundan PUBG Mobile'da katta narsa kutib bo'lmaydi. Biz video tahlil qilib berdik, lekin oxirgi tanlov va qaror o'zingizdan. Connect Mobile do'konimizda ikkala smartfonimiz ham mavjud. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz, xohlasangiz do'konimizga kelib, xohlasangiz esa Telegram kanalimizda onlayn zakaz berishingiz mumkin. O'tgan videoda Poco X7 Pro ni korobkadan ochib, xuddi shu telefonni Telegram kanalimizda katta skidkada sotuvga qo'ygandik. O'sha telefonimiz ham bir pasda sotilib ketdi. Mana bu ikkita smartfonimiz ham skidkada Telegram kanalimizda sotuvga joylaymiz. Aytgancha, video boshida aytib o'tganimdek, sirli sovg'amiz mavjud. Agarda kimningdir ehtiyojiga mana shu Infinix Note 50 Pro telefonni mos kelib sotib oladigan bo'lsa, mana shu sovg'amizni qo'shib beramiz. Bu sovg'amizni hali o'zimiz ham ochib ko'rganimiz yo'q. Shunday video kontentlarimizni davomiy kuzatish uchun videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar sizga ham ishonchli telefonlar va sifatli aksessuarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Connect Mobile do'konimizga murojaat qiling. Barchaga keyingi videogacha xayr, doim FPSingiz yuqori bo'lsin.